Yana bir bor assalomu alaykum. Mana boy gapishga qanaqa qaradi. U baribir to'g'rilashar ekan, u boygidan ancha-muncha anaqa gilam idealniy qildim qo'ldan kelgancha. Topishib kelib yuvildi, gilam yuvildi. Gilamdan anaqa joyi yedirilib ketgan o'sha uni ish qilib bo'lmaydi. Mana sidingan joyida anaqa qilaman. Bunda bularda tros bor, orqada tortadigan tros bor bularda. Buniki tseloy turibdi. Mana bunikini olib tashlagan, o'sha o'tganlar ham shunday chiqqan. Buni tros uzilib ketgan ekan o'zi bir vaqtlar. Endi ertalabdan sidiniyani yuvib, o'zini chixoli uje musor bo'lgan. Bunga boshqa o'zimda yaxshi chixol bor edi, shunaqa o'shani qo'yib beramiz. Bu yo'q ham bitta mana buni tushunmadim. Hech qaysi kiyim yo'qman. Nimadir yopishgan ekan. Mana bu yoqda flesh, kompot to'kilgani ketgan. Normalniy. Buni pol fizialni qora qilib ertaga ko'ramiz. Patolog, скорее всего, ручной o'tiladi, потому что bularniki опасныйroq уже. Мелочный ishlar, eng qiyin ishlarni qilib qo'ydim. Уже gilam konkretno qop-qora. Charchamanglar, xizmatli bo'lsa aloqadamiz. Salomat bo'linglar.